Sement mijozlarga yetib borishdan oldin o'nlab tekshiruvlardan o'tadi va bu jarayon mana shu yerda Ackerman sement laboratoriyasida boshlanadi. Har bir partiya bu 6000 tonnalik silosda to'plangan sementdan shakllanadi. To'planish jarayoni davomida har soatda olingan probalar laboratoriya muhandisi tomonidan nazorat qilinadi. Hozir yuklanayotgan partiya taxminan 500 tonna qolganida yangi partiya shakllantiramiz. Har bir partiyadan sinovlar uchun 8 kilodan sement olinadi. Olingan sement GOZ 307-44 bo'yicha 09 elakdan o'tkazilib, aylama barabanda bir xil massa bo'lguncha aralashtiriladi. Har bir namuna butun partiyaning pasportidir. Shu orqali biz sementning qanchalik mustahkamligi va zichligini aniqlaymiz. Bu yerda tasodiflar yo'q, hammasi GOZ bo'yicha, gramma-gram, soniyama-soniya aniqlikda. Agar biror ko'rsatkich GOZ talablariga javob bermasa, bu partiya mijozlarga yuborilmaydi. Sinovlarga tayyor bo'lgan namunani GOZ talablari bo'yicha tekshiramiz. Keyingi videoda sementning qotishi va mustahkamligini ko'rsatib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting.